Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Bugun biz shu yerga Farg'ona viloyati Yozyovon tumani Qoratepa degan joyga shunaqa eshik-rom olib kelib qo'yib beramiz. Bu romlarni faqat o'rnatamiz. O'rnatib bo'ldik. Hozirgi joy Akfa alyumin Aldoki seriyasidan bo'lgan taylariga shunaqa arkafon qo'yib qilib berganmiz. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Juda ham idealniy chiqqan. Ichkarida padagonlari ham bor. Xo'p, shunaqa lyuks ruchkadan tepasini oq ayna solib, tagini ko'rinmaydigan gullik qilib berganmiz. Faqat eshiklarga, romlarga bo'lsa oq ayna qo'yib berganmiz. Ko'rishlaringiz mumkin, lyuks, chiroyli, likkillamaydigan yaxshi ruchkadan qo'yib berganmiz. Nimasini ham, ligirovkasini ham mana bir qo'lda yengil yopsa bo'ladi mana. Ko'rishlaringiz mumkin mana. Buni ham xuddi shunaqa chiqqan, hamma eshigimiz idealniy chiqqan. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Zazorlarini ham bemalol ko'raverasizlar. Hamma yog'i yopishib turibdi mana, ko'rishlaringiz mumkin mana. Xo'p, romlarni ham ko'rsatib o'taman. Ichki arada bitta eshik mana. Xo'p, bitta ikkita ko'zli rom. Shunaqa ikkita ko'zli romdan yana 3 ta, jami 4 ta bo'lgan. 2 qanotli eshikdan xo'p 4 ta o'rnatib berganmiz. Bitta o'sha hozirgi orqa tomondagi bir qanotli xommonda eshigi bo'lgan. Xo'p, buni biz Yozyovon tumani, Farg'ona viloyatining Yozyovon tumaniga xo'p 13.500.000 so'mga tayyor qilib olib kelib qo'yib berganmiz. Keyin bizga bitta romda alohida zakaz berishdi. U 1.100.000 so'mga tushdi. Bu ko'cha tomonda mana. Ko'rishlaringiz mumkin. Pastki qismini oq gulli aynadan qilib, tepasini oq qilib paket qilib berganmiz. Hamma aynagimiz paket, faqat eshiklarga bir qavatli bo'lgan. Xo'p. Ko'rishlaringiz mumkin. Shunaqa jami bo'lib o'sha 13.5 millionga 1.100.000 qo'shib qilib berganmiz. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol ekrandagi nomerlarga telefon qilaverasizlar. Mayli, sog' bo'linglar. Salom.